Obunachilar, şu videomuza podpisatsiya bosib qo'yinglar, 2 dona narsa aytib o'taman. YouTube'da Karimbay Saburov kanalında Farruh Mebelni chiqardik. O'tib turib kommentariya yozsangizlar, podpisatsiya bossangizlar 500 ming so'm pul verecek. Birinchisi. Endi ikkinchisini aytaman. Ikkinchisi 10 yaqin mebelini o'zini tan narxidan ham arzon qilib qo'yib berdi. Dastavkasi bilan birgalikda YouTube'da to'liq videosini ko'rasizlar. Alimin Karimbay Saburov kanalına o'tinglar. Qaranglar, yodimda qolganlarini aytib o'tib ketaman sizlarga. 7,5 million so'm sotilgan narsamiz 6,5 ham emas, 6 ham emas, 5 million 900 ming so'm bo'ldi. Qaranglar. Bu svetine qaranglar, o'xshaydi. Dahshatlarini aytganlar. Klass. Yine 5 million 900 ming so'm. Stolsiz. Bu sveti yaldırab turadi o'zingizni ochib. Hozir videoda bilindimi yo'q bilinmay. 5 million 900 ming so'm, 7,5 million so'm, 7 million 800 sotganlar bu narsani. Arzonroqi kerak muadasizda 4,5 million, 4 million 200 sotilgan Panda variantimizni 3 million 800 ming so'mga tushirib berdi yine. 5 xil sveti bor, 3 million 800 ming so'm. Umuman super narx oldu. Zor yeri arkası bunu Atlas emas. Özünü materialından kaplab, yangidan ikkaptilar. Yine 3 million 800 ming so'mdan YouTube'a o'tib ko'ringlar, Karimbay Saburov kanalida chiqarganmiz.